İkinci bab. 14 yıldan keyin men Barnaba bilen billa yana Yerusalimga bordim. Titusnimi billa elib oldim. Men u yerga Xudodan kelgan vahiyga binoan borgan edim. U yerda men e'tiqodchilar jamoatchiligining yetakchilari bilan ayrim so'zlashib, o'zim Yahudi emaslar orasida taqtib kelayotgan xushxabarning mazmunining ularnikiga o'xshash ekanligini tushuntirdim. Bundaq qilishim burunqi yoki kelgusidagi xizmatlarimning bekor bo'lib ketmasligi uchun edi. Natijada ular e'tiqodlarimdan rozi bo'ldi. Hatto men bilan birga bo'lgan Titus Yahudi bo'lmasimu, ular uni xatni qildirishga majburlamadi. Biroq Aysho Masihga e'tiqod qilishga qiyofati kirib olgan ba'zilar uning xatni qildirilishini talab qildi. Ular oramizga suqunib kirib elib, Aysho Masih orqali erishgan erkinligimizni nazorat qildi. Ularning maqsadi bizni o'zining diniy qoida yo'sinlariga qul qilishdir. Lekin xushxabar haqiqatining oranglarda saqlanishi uchun biz ularga qilchimu yo'l qo'ymadik. E'tiqodchilar jamoatchiligida muhim deb qaralganlar. Ularning martabasining qandoq bo'lishi menga muhim emas. Chunki Xudo hamma odamga teng qaraydi. Men yetkazgan xushxabarga yana mazmun qo'shish kerak demidi. Dal aksicha, ular Xudoning Petrusga Yahudilarga xushxabar yetkazish vazifasini topshirganidek, mengamu Yahudi emaslarga bu xushxabarni yetkazishni topshirganligini tonib yetdi. Petrusning Yahudilarga elchi bo'lishiga kuch-qudrat ato qilgan Xudo mening Yahudi emaslarga elchi bo'lishimga kuch-qudrat ato qildi. Jamoatchilikning turiga hisoblangan Yakob, Petrus va Yuhannalar bu vazifaning Xudoning menga qilgan iltifoti ekanligini tonib yetganida, ular meni va Barnabani qabul qilib, hamkorlashganligini bildirdi. Buning bilan Yahudi emaslar orasida biz xizmat qiladigan, Yahudilar orasida bo'lsa, ular xizmat qiladigan bo'lib kelishdik. Ular faqat bizdan o'zlarining orasidagi kambag'al e'tiqodchilarning holidan xabar elishni, esimizdan chiqarmasligimizni talab qildi. Menmu aslida dal shunday qilishga tirishib kelyotdim. Biroq keyin Petrus Antakiya shahriga kelganda, uning o'tkazgan xatoligi tufaylidan men uni 100 turona ayıpladım. Yaqutning qishidan ba'zi odamlar kelishdan burun Petrus Yahudi emas e'tiqodchilar bilan doim hamdastxon bo'lib turadi. Lekin bu odamlar kelgandan keyin Petrus Yahudi emaslardan o'zini tortib, ular bilan hamdastxon bo'lmaydigan bo'ldi. Chunki u Yahudi emaslarmi xatni qilinish kerak deb o'ylaydigan bu Yahudi qiyindoshlarning ayblishidan qo'rqqan edi. Shuning bilan boshqa Yahudi e'tiqodchilarmi uningga o'xshash soxtipazlik qilishdi. Hatto Barnabami ta'sirga uchrab, ularning soxtipazligiga sherik bo'ldi. Men ularning xushxabarning haqiqati bo'yicha ish qilganligini ko'rib, hammalarning oldida Petrusga sen Yahudi bo'lsangmi, biroq Hazreti Aysoga e'tiqod qilgandan beri Yahudilarning odatlari bo'yicha yashamay, balki Yahudi emaslardek yashab kelding. Shundoq turqliq. Yana nemishqa Yahudi emas e'tiqodchilardan Yahudilarning odatlari bo'yicha yashashni talab qilasan, dedim. Biz ikkimiz tug'ilishimizdan Yahudiymiz. Gunohkor deb qaralgan Yahudi emaslardan emasmiz. Lekin biz insonlarning Tavrat qonuniga amal qilish orqali emas, balki Aysho Masihga e'tiqod qilish orqali
haqqoniy odam deb jakarlanganligini bilamiz. Shu sababdan biz Yahudiylarmu İsa Masihga e'tiqod qildik. Hech kim Tavrat qonuniga amal qilish orqali haqqoniy odam deb jakarlana olmaydi. Biz İsa Masihga e'tiqod qilish orqali o'zimizningmi Yahudi emaslarga o'xshashla gunohkor ekanligimizni tonib yetdik. Undaqda İsa Masih bizni gunoh yo'liga boshildi desak bo'lamdi? Yo'q. Hergiz bundaq degili bo'lmaydi. Meni qutquzishga erishtirolmaydigan Tavrat qonunidan umidimni uzgan turuqliq. Keyin uningga qayta esilvasam, bu chaqda men o'zimni gunohkor ekanligimni isbotlagan bo'lmamdiman. Men Tavrat qonuniga amal qilolmaganligimdan qonuniga nisbatan o'lgan deb hisoblandim. Buningdan maqsad Xudo uchun yashashdir. Men İsa Masih bilan billa krestga mixlandim. Hozir mening tinimda yashayotgan men emas, balki İsa Masihdir. Meni söygen va men uchun o'zini pido qilgan Xudoning o'g'li bo'lgan e'tiqodim bilan yashayman. Men Xudoning insonlarni qutqizish uchun ko'rsatgan mehr shafqatini ahamiyatsiz deb qaraydiganlardan emasman. Agar bir odam Tavrat qonuniga amal qilish orqali haqqoniy odam deb jakarlanadigan bo'lsa, u chaqda İsa Masihning kristga mixlanishi ahamiyatsiz bo'lib qoladi.